Көтін айырып жатырсам по дейді. Я когда видел, он проигрывал же. Камбэк, наверное, делает. Салем, салем, достар. Бәріміз экран, ребята, кеттік, let's go. Хамма 5 кісі йығышке тайяргарлық көрсін. 5 кісі нам надо сегодня очень. Bugün Gangster bilan o'yin bo'ladimi? Soat 10'da efir açaman deb 11'da açtım bilet. Va o'ynashimiz kerak edi. Bittasini yechintirib yurgan edi, soya qildirtirib. Soya qilaman deb ekranni oldida yechinib yubordi. Bila, onasini esi. Blok bo'ldimikin? Bilmayman-da o'shani. Blok ketdim yo'qmi, bilmayman. Kim qildi bu? Mazam yo'q. Ha, mazam yo'q edi. Gariya kasallik. Ana o'sha. Kim edi ismi? Ismi nima edi? Nima yozinglar? Shahnozami kim? Blok bo'lmadi deyapti. Blok bo'lmabdi. Ekranni oldida ana qiling, представить eting, yechindi. Ya bo'lishi mumkin emas. Keyin blok qiladi, baribir sразу qilmasa ham. Bilmadim. Bitta berib yaxshi bo'lib ketadi deydi. Xo'p. Ha, Shahnoza 521 degan ekan. Yomon yechindi, lekin yechinsa ham onasini emsin. Bilib turib yechindimi yo bilmasdan turibmi? Manimcha yangi chiqqan video shu bo'lsa kerak-da. Zapisini qayerda bilaman? Bilmasdan? Zapisini qayerdan bilamanman? Zapis blok qo'yadi, chiqarsa ham naqamaydi. Akkauntlardan udalib qo'yadi videosini. Bilmasdan yechindi. Soyani bilmasak. Soya da, soya ko'rsat dedi. U bilmasdan turib shuni yechinib yubordi-da. Ye, onasini yemsin. Harobi soyani bilmaydi ekan deydi. Yo'q. 2 soat ichida efir blok bo'ladi ekan rostdan ham. Да, потому что Chvilani просто montajini ko'rsatishuvdi yalang'och qilib. 4-iyulgacha blok berib yubordi, populyarniy qiz bor-ku, taniysan-a? Ko'rgansan. Ismi nima o'shani? Ismini bilmayman ekan. Roza degan qiz bor edi-ku. Roza. Da. O'sha oddiy rasmga bunday qilib telefonda uzoqdan ko'rsatuvdi. U тем более ekran yonida yechinib turibdi. 100% blok qiladi. Yalang'och bo'ldi. Da, ko'rdi. Gangster shokda. Onasini yemsin. Zapis bor. Qilib bunaqasini hali ko'rmagan gangster, ekranda yechib borgan. O'shada birinchi marta ko'rishim. Efirda yechingan qizni birinchi marta ko'rishimda. Ya, onasini yemsin. Shunaqasi ham bo'ladi ekan. Kattalar meni ham qiziqtirmasdan. Yomon bo'ldi. Rostdan. Ularnaqasi ham dahshat ekan. Nima edi u? Men bu fleshi. Fleshini chiqazib yuborgandirsizlar. Fleshini hali rekizdan chiqib qoladi agar chiqarishgan bo'lsa. O'chirib yubormagan bo'lsa, agar TikTok blok bermagan bo'lsa. Anaqa kirmayapman-da. Nimadir uringlar, gul pulmi nimadir uringlar anaqa bersin, 5x olsin. Shayton ekan deydi. O'sha yerda o'tirgan bila 21 mingta odam ko'rdi-da. 21 mingta odam bo'lib ketdi. Deylar. Krasavitsam 5x berdi sizga. Chiqdim, bilmayman, xabarim yo'q, chiqdim yo'qmi. Men Telegramga Da, soya. Bunaqa soyani ko'rmagan edim. Bu dunyoning soyasi bo'lmadi-da lekin. Bunaqa soyani birinchi marta ko'rishim.